Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Har vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz bugun Photoshop orqali ishimlik qutisining taqlidini yasashni so'zlab o'tamiz. Bu qismlik darsimizda eng oson ham oddiy usulni so'zlaymiz. Qani darsimiz boshlaylik. Biz odatda mana o'xshash rasmlarning to'rdan PST'sini tushirib, taglik ayrim, ishimlikning qutisi ayrim chiqadi. Bunday rasmlar ko'pincha haqli chiqadi. Agar shunday qutiga o'zimizning mahsulotning markasini o'zimiz loyihasini chaplamoqchi bo'lib qolsak, pulga sotib olishimiz kerak. Lekin mana o'xshash hech qanday marka chaplanmagan ham taglik bilan ustidagi ichimlikning qutisi birlashtirilgan JPG rasmlarni biz xohlagancha qutining rasmini almashtira olmaymiz. Shunga bu qitimliq darsimizda shu ichimlik qutisini ayirib chiqib, ichimlik qutisiga o'zimizningki loyihasini chaplashni so'zlab o'tamiz. Biz avval taglik bilan ustidagi taglikning ustidagi ichimlik qutisini ayirib chiqamiz. Bu ayirib chiqishning nurg'unlagan usullari bor. Men hozir sizlarga bir qancha usulni so'zlab o'tay. Birinchi usuli biz oldingi soatlik darslarimiz so'zlagan Object Selection Tool maqoral orqali tanlab olsak bo'ldi. Maholatni tanlasak, bu o'zi avtomatik bizga tanlab beradi. Yana bir xil usuli ustidagi tizimlikdan selectionning ichidan subjectni tanlagandan keyin o'zi avtomatik bizga shuni tanlab beradi. O'zingizlar qaysi usulni tanlab ishlasangiz bo'ldi. Agar mana o'xshash ortiq yoki kam chiqib qolgan rayonni biz ustidagi qural orqali chiqarib olsak bo'ldi. Masalan, hozirgi holatda bevosita mouseni cheksam, men birinchisini tanlab turib, mouseni cheksam bu boshqa tanlangan yer yo'qolib ketadi. Mana. Shunga Ctrl Z ni bosib, keyin qaytdim. Ikkinchisini chekib turib, ustidagi undan keyin rayonimni tanlab bersizlar, yo'qolib ketdi. Mana. Endi sirtiga chiqib qolibdi. Sirtiga chiqib qolgan yani holatda qilsanglar taxim yo'qolib ketdi. Qo'shilgan holatda. Shunga buni taxim yaqinlashtirib, knopkasidan oldin bosib tursanglar minus o'zgaraydi. Yana bir xil usuli ustidagi xoslikdan mana uchinchisini tanlasanglar minus o'zgaraydi. Buni o'zinglar tanlasang bo'ldi. Taxim yaqinlashtirib mana o'xshash ishi kirib ketgan yana hamda shiftni bossanglar qo'shilgan pilosga o'zgaraydi. Undan keyin mana tanlasanglar bo'ldi. Mana rayonlarni qancha inchga odatda mashg'ulot olib qo'ysanglar shuncha rasmning sifatli chiqishiga foydasi bor. Mana yiroqlashtirib biz qoralimizdan foydalanib, ikkinchisidan foydalanib yana butun siz olsak bo'ldi. Holat bilan boshlanish nuqtasi o'rtada tanlab bo'lgan oxirlash nuqtasi. Ya'ni shu boshlanish nuqtasi bilan oxirlash nuqtasini birga kelsanlar o'zi chiqaradi yana. Holatda. Yana qolib qolsa maqoraldan tanlab tashlasanlar bo'ldi. Maqsad bizga asosli mo'yin bo'lgani gavda qismi. Gavda qismini muvofiq tanlab bo'lgandan keyin hozir muvofiq deb qaragandan keyin endi buni Ctrl G ni bosib bir nusxa ko'chiramiz. Yana Ctrl G ni bosib yana bir nusxa ko'chiramiz. Chiq bo'ldi. Agar hozir men mashg'ulotimni qaytarib olay. Agar Ctrl G ni bosmay mousening o'ng knopkasini chekib turib, o'ng chiqqan tizimlikdan mana cheksanglarmi yana ko'paydi. Yana o'xshash. Amma ko'paytib bo'lgandan keyin buni kelib yana mouseni tutiblam, qo'shilganni ustiga tashlasanglar bu yana 2 ko'payadi. Qaysini ishlasanglar bo'ldi. Undan keyin men bu yerga chaplamoqchi bo'lgan mahsulotningki tayyor loyihasini kiray. Buni mouse sol knopkasini chekiblam, qaplamay kelib biz mashg'ulot qilmoqchi bo'lgan ko'znakni tashlasak, buni bu yerga tushdi. Buningki aniqligini sal normal
Tanışıp bo'lgandan keyin ma taglikini ko'gil bo'lgandek odatda. Va tushgandan keyin buni ma ikkisini o'rtaga tashlaymiz. Ma birinchisi, ikkinchisi shuni biz bayam tanlab olgani. Buni tanlab bo'lgandan keyin taxmin yiroqlashtirib, ma ustidikini o'chirib etdim. Ustidikini o'chirib etib, buni cho'ng kichikligini muvofiq tanishlayman. Mush holatda. Endi qaraydigan bo'lsak, bu o'ng so'l bekor qoldi. Buni siz bevosita miya tutib bilan so'l tarafiga yoki o'ng tarafiga tasang tang yo'qnab ketadi. Shunga buni shiftni tutib turib, mana tasanglar o'ng tarafga, undan keyin men so'l tarafiga tasanglar keladi. Buni taglikni ko'rib turib, mana bu holatda. Bu holatda muvofiq tanishib bo'lgandan keyin buni 100% akilib o'tamiz. Undan keyin biz loyihani tanlab turib, mousening o'ng knopkasini chekib chiqqan tizimlikdan create clipping mask degan tanlagandan keyin mana ostidagi qavatga maskalanib ketdi. Undan keyin biz ustidagining nimasini ichib o'tamiz hamda ko'zni ichib o'tgandan keyin mana bu ustiga keldi. Bundan keyin bunimi o'xshash mousening o'ng knopkasini chekib chiqqan tizimlikdan mana tanlasangiz bo'ldi. Bu maqab qolsa Alletni besib turib, mush ikkisiniki o'tirga kelsanglar mana ostidagi. Ustida hozir tanlagan qavat bilan uning ostidagi qavatning ikkisini o'tirga kelsanglar, alletni besib turib, bu ostiga bir nayzining uchiga o'xshaydigan bir belgi chiqdi. Mush holatda alletni qo'yib turib, mousening so'l knopkasini chekamiz. Chekkandan keyin bu ostiga qavatga maskanib ketdi. Undan keyin biz ustidagini tanlab turib, normalni Linear Brown degan tanlaymiz. Mana tizimlikdan mana shuni tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin undan keyin mani muvofiq 80 qilib qo'ysak mush holatda mana mush holatda bo'ldi. Endi biz buningga ostiga sho'li tushgan holatni ishlaylik. Buni ishlash uchun biz bayam mushot qilgan 3 qavatni tanlab turib, buni ustidagi birinchi qavatni tanlab, shiftni besib turib, ustidagi qavatni tanlab, shiftni besib turib, ostidagi uchinchini tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin mousening o'ng taraf knopkasini chekib, Smart Object tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin buni birlashtirayotgandan keyin biz yana Ctrl G ni besib ishga qoldik. Buni ishga ko'paytirib olgandan keyin biz ostidagini tanlab turib, mousening o'ng knopkasini chekib chiqqan tizimlikdan 180 gradusligini tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin buni to'g'ri belgini besib o'tib, undan keyin biz yana ostidagi qavatni tanlab turib, knopkasini shiftni besib, ostidagi qavatni mana tushimiz. Pastga shiftni besib etmasanglar, o'ng so'lga yurishib ketadi. Shunga shiftni besib turib, tortgandan keyin, masalan, hozir shiftni basmay turib, o'ng so'lga yurish desanglar yurishidi. Bu tekshi yo'nalishda bo'lmaydi. Shunga shiftni besib turib, tortgandan keyin ustiga harakat qildi, o'ng so'lga harakat qilmaydi. Shunga shiftni besib turib, bizning bu yerni muvofiq tanishib bo'lgandan keyin, undan keyin buning normalni soft light tanishaymiz. Buni tanishib bo'lgandan keyin, ustiga tizimlikdan filtrni chekamiz. Filtrdan blurning ichidagi Gaussian blur mana tanlaymiz. Buni o'zingizga muvofiq o'ylashtirsangiz bo'ldi. Buni men hozir shunga 10 piksel muvofiq deb qaradim. Buni besib etgandan keyin biz mana hozir qadar bir unumga erishdik. Masalan, men hozir izlasam, aslidagini mana shu holatda. Biz yana bir rasmda mashq ishlaylik. Mana qarasak, buningdimi ostidagi taglik bilan ustidagi ichimlikning qutisi birlashib ketganlik. Paste yo'g'an bo'lsa, osonlam almashtira oldik. Shu paste yo'magandan keyin biz avval ustidagi ichimlikning qutisini tanlab olamiz. Buni yana bayamga o'xshash selectning ichidan subject buni tanlaymiz. Tanlagandan keyin
bizga doirani tanlab berdi. Undan keyin knopkasidan Ctrl G ni ikki qitim bosgandan keyin yana o'xshash ma ichimlik qutisini 2 ga ko'paytirib oldik. Undan keyin yana biz ma ichimlikniki sirtiga chaplamoqchi bo'lgan loyihani Ctrl C ni bosib, ko'chirib, undan keyin bu yerga Ctrl V ni bosib chaplaymiz. Chaplab bo'lgandan keyin buni muvofiq cho'ng kichikligini o'zimiz muvofiq tanishib, buni shift ni bosib turib, o'ng tarafiga tortamiz, sağ tarafni sol tarafiga. Buningki egizlik, kenglik asosan normal bo'ldi. Undan keyin buni biz mana ikkisini o'rtaga qavatga tashlaymiz. Mana shu. Buni qilib bo'lgandan keyin biz ma birinchisini, ma normalni linear brown deganni tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin ma ikkinchisiga ma loyiha qavatini ma astiga ma'ni maskalab o'tamiz. Buni maskalashning usuli yana o'xshash. Oldini bosib turib, ma astki qavatga mouseni astiga ipmoqsak, bu maskalaydi. Mana. Sizlikini maskalashsak, shu holatda bo'ldi. Endi biz bunga o'xshash yana astiga sho'da tushgan holatni shakllantirmoqchi bo'lib qolsak, shiftni bosib turib, ma ustidagi qavatdan ma astki 3 ni teng tanlab, buni Smart Object'ga aylantiramiz. Undan keyin biz buni tutiblam, mouse qo'yib bermay, men qo'shilgan ustiga tashlasak, buni 2 ga ko'paytirdi. Va buni ko'paytirib bo'lgandan keyin biz ma'ni ko'zni o'chirib o'tib, ustidagini, ma ostidagini tanlab, bundan mouse miya kelib, o'ng knopkasini chekamiz. Chekkandan keyin chiqqan tizimlikdan ma 180 gradusligini tanlaymiz. Endi ma ustidagini ko'zni ochib o'tib turib, ma ostidagini tanlab turib, buni shiftni bosib, to'xtan hozir ikkisi teng tanlanib ketdi. Cho'qim ostidagini yolg'iz tanlaymiz. Shuna ma ostidagini tanlab turib, shiftni bosib, undan keyin mana ostiga tushimiz. Mana muvofiq. Echib bo'lgandan keyin undan keyin ma ostidagi qavatni tanlab turib, ma normalni soft light tanishib bo'lgandan keyin ma filtr qavatining ichiga kirib, blurning ichidan Gaussian blur. Buni mana 5 ga tanishib qo'y. Shu holatda. Bu qitimliq darsimiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir qitimliq darsda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Alloh omonat.